Keyingi mavzumiz Vronskiy determinanti, Astrogradskiy Lulli formulasi haqida gaplashamiz. Quyidagi ko'rinishda determinantga Vronskiy determinanti yoki Vronskiyan deyiladi. Ya'ni Wx teng Wy1x Wyx va hokazo. Demak yn x qavs yopilgan teng determinant birinchi satrga olib chiqamiz y1x y2x va hokazo ynx, ikkinchi satrga qo'shiladi shuning y1 x y2 x va hokazo ynx va hokazo y1 n-1 x y2 n-1 x va hokazo yn n-1 x determinant nimasini yopamiz. Bunda y1x y2x va hokazo ynx funksiyalar va bu n-1 tartibli hosillari bilan biror intervalda uzluksizligi albatta talab qilinadi. Teorema: agar y1x y2x va hokazo ynx funksiyalari biror intervalda chiziqli bog'liq bo'lsa, shu intervalda Vronskiy aynan 0 ga tenglik o'rinli isboti intervalda kamida bittasi 0 dan farqli alfa 1 alfa 2 va hokazo alfa n sonlari uchun quyidagi biz tepadagi mavzumizda ham o'tgandik, alfa 1 y1 alfa 2 y2 plus va hokazo alfa n yn teng 0 o'rinli y1 y2 va hokazo ynlar chiziqli bog'liq bo'lganligi uchun bu tepadagi mavzumizda bu ta'rifni keltirgandik. Bu ayniyatni n-1 marta differensiallaymiz. Unda quyidagi sistema hosil bo'ladi. Alfa 1 y1 plus alfa 2 y2 plus va hokazo alfa n yn teng 0. Alfa 1 y1 shtrix plus alfa 2 y2 shtrix plus va hokazo alfa n yn shtrix teng 0. Uchinchi satrda esa demak ikkinchi tartib hosilasi. Oltay koeffitsiyentlari o'z holicha qoladi. Va hokazo deymiz. Alfa 1 y1 n-1 plus alfa 2 yn n-1 plus va hokazo alfa n n-1 teng 0. Alfa larga nisbatan sistemani olamiz. Alfa larimiz kamida bittasi 0 dan farqli bo'lganligi uchun sistema 0 dan farqli yechimga ega. Demak, algebra kursidan ma'lumki, bu sistemani determinanti 0 ga teng bo'ladi. Hop, teorema: agar y1 y2 va hokazo yn chiziqli erkli funksiyalar bir jinsli tenglamaning intervalda aniqlangan yechimlari bo'lsa, u holda mos Vronskiy determinanti biror nuqtada kamida 0 ga teng emas. Ikkinchi teoremamiz. Buni ham isbotlari nima qilib o'tsak bo'ladi. Da o'zimiz demak o'zining n-1 tartibli hosillari bilan uzluksiz bo'lgan f1 x f2 x va hokazo fm funksiyalar da chiziqli erkli bo'lganligi uchun f1 x f2 x va hokazo fn funksiyalari sistemasi Vronskiy determinanti intervalning kamida bitta x nuqtasida 0 dan farqli, ya'ni mana shu Vronskiy aynan teng bo'ladi f1 f2 fm buni hosillari va m-1 hosillari ham 0 dan farqli bo'lishi yetarli. Izoh: yetarlilik sharti shuni aniqlaydiki, agar Vronskiy interval kamida bitta nuqtadan 0 ga teng bo'lsa, funksiyaning qaralayotgan sistemasi chiziqli erkli bo'lishi ham chiziqli bog'liqli bo'lishi ham mumkin. Bunda aniqlik kiritish uchun boshqa vositalar yordamida qo'shimcha tadqiqot o'tkazish kerak bo'ladi. Vronskiy demak n tartibli chiziqli bir jinsli 8 2 tenglamaning
y1 y2 y yechimlari ida chiziqli erkli bo'lishi uchun Vronsky determinantimiz yo'lda farqli bo'lishi kerak. Bu ixtiyoriy x ida o'zgaradi. Ya'ni ixtiyoriy degan belgi mana bu bo'lishi zarur va yetarli shartga kelib chiqadi. Tarif enish tarifli chiziqli differensial tenglamaning enta chiziqli erkli yechimlari shu tenglamaning fundamental yechimlar sistemasi deb ataladi. Bu tarif qarang. Enta tartibli chiziqli tenglama, enta chiziqli erkli yechimlari shu tenglamaning fundamental yechimlar sistemasi. Fundamental sistema deganda enta chiziqli erkli nimani ko'rsatsak bo'lar ekan. Teorema 4. Koeffitsentlari AB intervalda uzluksiz bo'lgan ixtiyoriy bir jinsli chiziqli tenglama fundamental yechimlar sistemasiga ega. Endi keyingi nimani o'tamiz qarang. Xo'p. Astronomik formulasi enish tarifli tenglamalar sistemasi noli sifatida n barobar 2 bo'lgan mana shu ikkinchi tarifli y' plus a1 x y' plus a2 x y teng 0 tenglamalarini qaraylik. Bu tenglamani bitta xususiy yechimi ma'lum bo'lsa, uning umumiy yechimini quyidagicha yozishimiz mumkin. Mana y1 y1' teng s y darajasi minus integral a1 x dx ko'rinishda ifodalanadi. 7/8 ko'rinishidagi formulamiz Astronomik formulasi deb ataladi. Endi mana shu Astronomik nimasiga taalluqli misollarni ham yechib ko'rishimiz mumkin. Keyingi nimada mana shu yechimlarni qaraymiz.